narxlar tushib ketishda, sinib ketishda davom etadi, xudo xolasa qadrdonlar. Xohlasalar Lacetti Gentra o'ylar, xohlasalar Lacetti Gentra qilinganini o'ylar. Xohlasalar mana sizlarga tayyor haqiqiy Gentra ham bor. 2012 zamin kuzov Gentramiz bor va 2014-yil chista haqiqiy Gentra bor. 1.8 motor apkatkada, 1.5 Gentra motor, buni ham motor apkatkada noldan qilib qo'yilgan. Lubbo usta bilan kelib ko'rib olsalaring bo'ladi. Birinchi mana shundan boshlaymiz avzorlarimizni, keyin nargisiga o'tamiz xudo xolasa. Xo'p, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra где-то shu 20-30% kraska, bu tomoni toza, narigi tomondagi qanotida eshiklarda shu uncha-muncha joyda kraskasi bor xolos, lekin mana bu nimalarni stoykaning ichlari hammasi mana shunaqangi but-butun pechat bo'lib turibdi. Hozir bitta oldilarini ko'rsataman, oldilariga vashi maza qilasizlar. Oldi arkasi butunidan, pul yangidan oqtirgan obunachilarga buni sizlarga oxirgi narxini Gentra uncha-munchasidan qilib qo'ydik. Diska balonlar qo'yib qo'ydik, bunaqangi yaxshi diskalarni qo'yib qo'ydik bunga. Xo'p. Yangicha tablo. Bu tablodagi probeg 191 ming probeg. O'zi bu mashinaning probegi jinda ko'proq 250-300 ming bo'lsa kerak. Xo'p. Holati anchagina yaxshi. Mashina yarim kaltda o'taydi. Holati вообще cho'tki, ruchniy hamma yo'q ishlab turibdi. Yangi tablolar qo'yib qo'yilgan qanday qilib. Oldilari вообще chopga turibdi, motor soatda sanab turibdi. Pechat. Bundan oldilariga kulish tegmagan. Ishlashlari silliq, bir tekisda. Yog' pog'i yeyishlariga, klapillari yangiligiga garantiya bera olamiz. Sababi motorni haqiqatan ham realniy noldan qilib qo'ydik. Xo'p, shu tomonda kraskasi bor, lekin mana bu nimalar tagi hammasi but-butun turibdi. Bemalol rezinkan taglarini mana shunaqangi qilib ochib, tekshirib ko'raverasizlar. Ammo bu bir joydan kesilgan joyi bo'lsa, jigar o'sha gap. Men sizga garantiya berib bemalol gapiryapman, o'zimga o'yarim bo'lib. Mashina yiliga, o'zining holatiga, вообще stoyishi mashina. Chotki tiniq turibdi. Hop. 100 talik temir gazlarigacha bor. Xullas olasiz, minasiz ishlatishga tap-tayyor mashina. Buni 2014-yil Gentramizni oxirgi narxi 6400 ga beramiz. 6400 dollarga beramiz. Ishlatishga tap-tayyor 6400 dan buni kami yo'q. Menimcha holati uchun zo'r narsa, vashi kam yo'q, hadovoy motorlar vashi top bo'lib turibdi mashinani, xudo xolasa olib minib vashi maza qilasiz. Xo'p, 2012 zamin kuzov mashinamiz. Buniki ham 4 ta yaxshi balon turibdi, 4 ta yangi diska balon turibdi. Xo'p, kuzupi yangi, podrovkalarni qilib chopki qilib qo'yilgan, tana qilib qo'yilgan mana. O'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Holatlari anchagina yaxshi, ideal turibdi mashina. Kelasiz, ko'rasiz. Olib minib maza qilaverasiz. Xo'p, buni ham tablonlarni terib qo'yilgan, Malibu barlargacha qo'yib qo'ygan bunga. Bu ham yarim takalitga o'taydi, xudo xolasa. Ko'rasiz, kelasiz, xudo xolasa maza qilib olib ketadi. Salon holatlarini ham chotga turib, tiniq turibdi. Malibu barlari ham o'ziga yarashib, xudo xolasa qichiq o'tiribdi. Buni ham 100 talik temir metan gaz balonlarigacha bor. Buni oxirgi narxini xudo xolasa 6200 dollarga beramiz. Xo'p, narigi mashinani 1 yilga general davrnisi bor. Buniki shu bir 4-5 oyga general davrnisi bor. Kuzuplar yangi buni hali 2023 kuzub bosilgan 2012 mashinaga. Metan gazlari ham 100 talik bor. Ikkalasida ham metan gaz bor. Hozir buni ham bitta oldini ko'rsataman. Buni ham zavod qilib qo'ydim. Atelab sizlar uchun 1.8 bilasizlar. Ovozlari ozgina grubiroq bo'ladi. Buni ovozlari vaqti mayin bo'lib ishlab turibdi. Buni kuzupi yangi bosilgan, 2023 kuzub bosilgan bunga. Motor yog' yemasligiga vashi garantiya, bexijolat Lubbosdan olib kelib, tekshirib, minib, ko'rib olishlaring mumkin. Xo'p, ikkala mashinani ham aybi yo'q. Gentrani olgan odam shu jelatinni o'zi uchun shumka qilib olsa, menimcha bo'ldi. Boshqa nimasi yo'q, kompyuterlari yo'q. Lekin kraskalari chiroyli qilib buniki sepilgan. Xo'p, kuzupini yangi qo'yilgan, suyagi, tomi va qanotlari buniki top-toza. Detallarida kraskalari bor, lekin detallari, Amerikanka optiralari hammasini yangi qo'yilgan. Mashina menimcha ikkala mashina ham holatiga вообще stoyishi. Nargisi narxi 6400 dollar, bunisining narxi 6200 dollar. Oxirgi qo'lga teggan narxi. Jelatinni ikkalasidan axirmeni qo'yinglar. Agar generalni so'rasalaring, beraveramiz. Menga 4-5 oy generalimiz qolgan xolos. Buniki 1 yil generalnisi bor. Qadrdonlar, yoqqan bo'lsa, trakni bosib, poddeshkada bo'lib turasizlar degan umiddamiz.